Kariz qaynonamdan meni va o'g'limni strixovkalarini meni nomimga o'tkazib berishlarini iltimos qildim. Shu gapni aytganimdan keyin nimagadir kayfiyatlari buzilganday bo'ldi. Nima qilasam meni nomimda tursa turibdi-da deb so'kib berdilar. Baribir meni va o'g'limni strixovkalarini o'zim to'lab kelyapman. Shuning uchun meni nomimga o'tkazib bersangiz yaxshi bo'lardi dedim. Strixovkalaringni egasi sensan, shunchaki meni nomimda turibdi xolos, bu katta problema emas dedilar. Shunda qanaqa strixovkalarim bor, menga ko'rsatsangiz bo'ladimi deb iltimos qildim. Qaynonam menga seni va o'g'lingning strixovkasi oyiga 400 ming, 500 ming won chiqadi, lekin menga 300 ming won bersang bo'ladi, senga yordam qilaman deb aytgandilar. Lekin qaynonam menga ko'rsatgan strixovkalarni va nihoyat ko'rdim, u yerda oyiga 300 ming wonga ham yetmaydigan pul chiqar ekan. Qaynonam meni aldaganlarini ko'rib, yanada strixovkalarimni o'zimning nomimga o'tkazib olishni xohladim. Shuning uchun qaynonamga iltimos meni nomimga o'tkazib bering deb gapirsam, nima qaygadir ketyapsanmi, nimaga shoshilyapsan deb so'kib beryaptilar. Strixovkadagi ismni o'zgartirish juda ham qiyin narsa, narigi oyda vaqtim bo'lsa qilib beraman deb so'kib berdilar. Qaynonamni qanchalik meni nomimga o'tkazib berishni xohlamayotganlarini ko'rib, meni ham shunchalik o'zimning nomimga tezroq o'tkazib olishni xohlayapman. Lekin afsuski qaynonam meni nomimga o'tkazib berishni umuman xohlamayaptilar. Axir meni va o'g'limning strixovkalarini men to'layapman har oy, demak meni nomimda bo'lishi kerak emasmi? Qonun bo'yicha strixovkalarim meni nomimda turishi kerak, lekin qaynonam boshida sen ishlamaysan deb o'zlarini nomiga o'tkazib olgandilar. Hozir ishlayapman-ku, oyligim tushyapti-ku, meni nomimga o'tkazib bering desam, meni so'kyaptilar.